Assalamu alaikum. PHP yürüyüşlük dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kıymet yükleş hesaplaş ifadelerine kırıp çıkınız. Kıymet yükleş hesaplaş ifadelerimiz tüvendekiler bu nokta bir başına kırıp çıkaydı. X'ten Y. Bu matematikedeki X'ten Y'ye okşaş. X koşulgan tan Y bolsa bu matematikedeki X koşulgan Y'ga tan. X ilingan tan Y bolsa X ilingan Y'ga tan. X köpeytilgen tan Y bolsa X köpeytilgen Y'ga tan. X bölüngen tan Y bolsa X bölüngen Y'ga tan. X modlaş işareti tan Y bolsa X modlaş işareti Y'ga tan. Bu yerdeki çift bolsa birleştiriş ifadesi. Bu yerde çeki tan belgisi bolsa birleştirip kıymet veriş ifadesi buldu. Bundaqda yuqarıda kıymet yükleş hesaplaş ifadelerini kirib chiqdik. Əməli misalda bir qatim kirib chiqayli. Aldığım saatda kodumuzni yazgan hesaplash.php degan hujjatimizdan davom qilaman. Aldığım saat yazgan kodlarımdan hammasini bir izohlab o'tay. Command K C qilsam izohlandi. Son deb bir o'zgarishcha miqdor qo'ydim. Buning qiymatini 5 qildim. Son degan o'zgarishcha miqdorining qiymati 5 di. 5 ga 5 ni qo'ysam 10 chiqishi kerak. Ctrl S qilib lokal hostimni yangilasam qiymatini 10 deb chiqarib beradi. Bu xuddi matematikalik ifodalardagi buningga o'xshaydi. Bu yana ilingan 5 qilay va bu yana izohlay. Ctrl S qilsam o'zgarishcha miqdorning qiymati 5 di. 5 dan 5 ni olsam 0 chiqdi. To'g'ri ko'ygichini yanglay. 0 chiqdi. Buni ko'paytirilgan 5 qilay. Ctrl S qilsam 5 ni 5 ko'paysam 25 chiqdi. Yozdi. Buni bo'lingan 5 qilay. 5 ni 5 ga bo'lsam 1 chiqdi. Ctrl S qilib to'g'ri ko'ygichini yanglay. 1 degan qiymatini kelib berdi. Va oxirida modlash ifodasini ko'rib chiqaydi. Ctrl S qilaman. Va 0 degan qiymatni menga berdi. Undaqda PHP'deki string qiymatlarni, ya'ni harf yoki so'z birikmasidan tarkib topgan qiymatlarni qanday birlashtiramiz, uni ko'rib chiqaydi. İsimde bir o'zgarishcha miqdor qo'ydim. Buningki qiymati samat bo'ldi. Familiyada bir o'zgarishcha miqdor qo'ydim. Buning qiymati erkin bo'ldi. Echo degan buyruqim orqali ism bilan familiya degan o'zgarishcha miqdorni ekranga yozdirib chiqmoqchi. Bu yerda diqqat qilsanglar nuqta ishoratini qo'ydim. Ism bilan familiya degan o'zgarishcha miqdorni birlashtirish uchun nuqta ishoratini qo'llandim. Ctrl S qilib ko'rib chiqaydi. Samat erkin deb qiymatni ekranga yozdirdi. Samat erkin degan qiymatning oraliqqa bo'shliq berish uchun boşluk çekit qilsam va Ctrl S qildim va to'g'ri ko'ygichini yanglay. Bu yerdagi boşluk bu yerdan keldi. PHP'da birlashtirish ifodasini shunga o'xshash qo'llanamiz. Bugungi darsimiz bu yerda oyoqlashdi. Omon bo'linglar.